Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bomdod namozidan keyin sahoba ikromlar bilan o'tirganlarida bir yosh baquvvat yigit masjiddan turdida bozorga qarab shoshib ketdi. Shunda Payg'ambar alayhisalomning atroflarida turgan sahobiylar: "Ha, siza, shu yigit oxirat ishlari uchun shunchalik shoshganida arzirdi" deyishdi. Buni eshitib turgan Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Sahobalarga qarab, "Unday demang" dedilar. Agar bu yigit insonlardan behojat bo'lish uchun, ahli oilasi, ota-onasini boqishlik uchun shu ishni qilayotgan bo'lsa, bu qilgan ishi ibodatga teng bo'ladi dedilar. Ibodatga teng bo'ladi dedilar. Agar insonlarga kibrlanib, o'zini ko'z-ko'z qilish uchun qilayotgan bo'lsa, unda bu shaytonning amali bo'ladi dedilar. Har birimizni zimmamizda ahli oilamizning nafaqati bor. Farzandlarimizni yedirish, ichirish, kiydirish bizning vazifamiz, burchimiz. Alloh taolo biz erkaklarga mana shu mas'uliyatni, majburiyatni yuklagan. To'g'ri niyat bilan Alloh taolo meni mana shu ishni qilishimga buyurgan deya ixlos bilan Allohning buyrug'i deb qiladigan bo'lsak, ana shu qilgan har bir harakatimiz uchun biz albatta ulug' ajrni, savobni qo'lga kiritar ekanmiz.